Mana sizlar bilan primerka jarayoniga ham yetib keldik. Endi komplektimizni primerkasini o'tkazamiz. Men birdaniga trusi va braletimizni manekenga kiydirdim, chunki men boshdanoq aytgandim sizlarga, men manekendan o'lcham olaman hamda manekenning ustida primerka jarayonlarini o'tkazaman hamda manekenga tikaman deb. Mana tikib primerkaga yig'dik, endi natijani ko'ramiz. Agar siz birinchi marotaba birinchi mijozga ichki kiyim tikayotgan bo'lsangiz, albatta primerka qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir biz ham manekenimizga kiyimimizni kiydirdik. Endi kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, ishni yuqoridan boshlaymiz. Qaraymiz, braletimizga avval to'g'ridan qaraymiz. To'g'ridan qaraganimizda mana bu oldi o'rta chokimiz joyida turibdimi yoki yo'qmi? Mana shu narsani bilib olishimiz kerak bo'ladi. Qaraymiz, joyidami? Joyida. Endi yonidan qaraymiz. Yonidan qaraganimizda yonchoqlarimiz qayerda turibdi? O'rnidami yoki o'rnida emasmi? Qaraymiz. Menda unchalik o'rnida emas, ozgina qiyshaygan. Orqadan qaraganimizda mana orqa o'rta chokiga e'tibor beramiz. Mana bu kruchokimiz aynan mana bu o'rtada turishi kerak bo'ladi. Ko'ramiz, tekshiramiz, hammasi joy-joyida. Endi mana bu braletimizni orqasini o'girgan paytimizda bir ikkita narsalarni sizlarga aytib o'tmoqchiman. Mana bu lentam menda boya ochiq turgandi mana. Men shuni to'g'rilab olishim kerak bo'ladi. Endi meni mijozim maneken gapira olmaydi. Agar sizda mijoz bo'lsa, haqiqiy, jonli, bemalol o'zini fikrini bildirishi mumkin. Endi menda bildira olmaydi, shuning uchun o'zim to'g'rilashga harakat qilaman. Ko'ramiz, agar mana bu bo'sh bo'ladigan bo'lsa mijozda, demak, ozgina tortamiz. Lekin tortayotganda ahamiyat beramiz. Mana bu orqa poyasimiz yuqoriga chiqib ketish kerak emas. Gorizontal o'zini holatida turishi kerak bo'ladi. Mana shu narsani qo'yib tekshirib olamiz. Endi mana bu yelkasiga qaraymiz. Boya modellashtirayotgan vaqtimda sizlarga aytgan narsa mana endi bo'ldi. Mana bu kalsoyimiz aynan yelka chizig'iga turib qolish kerak emas. Aks holda botadi. Yoki orqada turish kerak yoki oldida turish kerak degandim. Qaraymiz. Sizga qaysi biri ma'qul? Masalan, menga mana bu narsa orqaga o'tgani yaxshi, chunki ko'rinmaydi. Mana shu narsaga e'tibor beramiz. Menga mana shunisi ma'qul. Yelkadan pastda, oldida mana bu bretel ko'rinib turgandan ko'ra, menga mana bu orqada turgani yaxshiroq. Tekshiramiz, joy-joyida hammasi. Orqalariga qaraymiz, gorizontal, to'g'ri chiziqda. Endi yana bitta e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, orqani o'girib turgan paytimizda mana bu qalinlikka e'tibor beramiz. Mana shu qalinlik o'zi yetarlimi? Qaraymiz. Normami? Agar yoqadigan bo'lsa, qoldiramiz. Agar ingichkalashtirmoqchi bo'lsak, buni ham demak inobatga olib bitta qarab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi oldiga qaraymiz, ya'ni braletimizni chashqasiga e'tibor beramiz. Qaraymiz, nima? Joyidami, joyida emasmi? Katta emasmi yoki kichkina emasmi? Ko'pincha mana bu braletlarimizni oldi mana bu ochiqligiga nisbatan sekin bu tomonga qarashni boshlaydi. Ayniqsa ko'kragi katta ayollarimizda mana bu tomonga yurib, ko'kragi bu tomonga bo'sh bo'lganidan keyin mana bu joy bu tomonga yurgandan keyin mana bu joylarimizda zalomlarni yig'ilish boshlaydi. Mana menda ham hozir shunaqa. Kichkina bo'lgan taqdirda ham mana. Nima qilamiz? Buni har xil yechimlari bor. Masalan, bitta variantini ko'rsataman sizlarga. Mana buni natijasida, mana buni ochilish natijasida menda mana bu joyda yig'ilish paydo bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu joylari menda xuddi kattaga o'xshab ortiqchadek tuyulyapti. Mana. Demak, men mana bu joydan agar oladigan bo'lsam, oldim, sekin ochilishni boshlaydi. Yuraveradi bu tomonga qarab. Agar sizga mana shu ochiqlik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, marhamat, mana bu yonidan sekin relyefidan olib bulavka qilamiz. Mana, hozir men sizga ko'rsataman mana. Relyefdan olamiz yoki bo'lmasa birdaniga mana shu ikkala ham oldi, ham yon relyefdan birdaniga bir xil qilib olishimizga to'g'ri keladi mana. Olamiz, natijada ozgina mana bu chokimiz suriladi. Endi
bu tomonini shundayligicha qoldiramiz. Endi kelaylik, ikkinchi variantini bu yoqda ko'rib chiqamiz. Endi mana bu yig'ilib turganini ketkazishni ikkinchi yo'li bor. Bu nima deydigan bo'lsanglar, mana bu oldi o'rta chokini ozgina oldiga tortadigan bo'lsak, mana hozir ko'ringlar mana. Agar oldiga tortadigan bo'lsak, mana bu narsa yo'qoladi mana. Ya'ni mana bu joyini ozgina mana bir-biriga qo'yadigan bo'lsak, mana ko'ringlar. Ozgina mana shu narsa sekin yo'qolishni boshlaydi. Mana bulavkalab qo'yaman mana. Bulavkalayman hamda mana bu cho'zilib turgan narsani men bu joydan olishim mumkin. Bu ham bitta variant, lekin hozir menda bu primerka hali hech qayerga obработка qilinmagan. Bu joylarida hech qanaqa rezinkalar yo'q va mana bu joylari ozgina bo'shroq turibdi. Men qo'lda choklab qo'yganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Hali bu yerni tikkanimizda yana ham yotadi. Ba'zi bir paytlarda biz bu yerga rezinka bilan obработка qiladigan bo'lsak, yana ham rezinka mana buni yana ham mana bu chokimizni quchoqlab turadi. Chunki biz rezinkalarimizni tikayotgan vaqtimizda mana bu joyga nisbatan ozgina foizini kamaytiramiz. Shuning uchun mana bu joyimiz ozgina yig'ishtirib turadi. Bunaqasi ham bor. Endi demak, mana buni yig'ishtiramiz. Mana ozgina tortamiz. Agar tortganimizda ham mana bu joyda kenglik bo'ladigan bo'lsa, demak, nima qilar ekanmiz? Bu tomoniga tegmaymiz, faqat mana bu relyefdan olamiz. Faqat mana shu relyefdan ortiqchasini olamiz. Ko'p olmaymiz. Chunki bu cho'ziluvchan. Mana qo'yib olamiz. Olamiz. Pastki tomoniga qaraymiz. Pastki tomoni menda yaxshi. Endi mana ko'ramiz, baholaymiz. Agar ochiqligi norma bo'ladigan bo'lsa, qoldiramiz. Agar bu ochiqlik qiladigan bo'lsa, unda ozgina yana yopamiz. Lekin korreksirovka qilib, yana boshqatda mana bu detalni bichishga to'g'ri keladi. Endi ko'kragi kichkina ayollarda mana shuni o'zi yetarli bo'ladi. Lekin ko'kragi katta ayollarda agar mana bu joyi ochiq bo'ladigan bo'lsa, bu yana ham ochilib, mana bu joyga yig'ilishni boshlaydi. Ya'ni ko'krak bu tomonga qarab ketadi. Agar ko'kragi katta ayollar bo'lsa, demak mana bunaqa ochiq holatda emas, aksincha mana bu oldi o'rtasida chok bo'ladi. Shunda mana bu ko'krak bu yoqqa qarab yoyilib ketmaydi, aksincha bitta joyda yig'ishtirib turadi. Mana shunga albatta e'tibor beramiz. Ko'kragi katta ayolmi? Demak, oldini chokli qilamiz hamda mana bu ko'tariladi. Men buni boya modellashtirish jarayonida aytganman. Qaraymiz. Mana bu qiyaliklariga qaraymiz, e'tibor beramiz, to'g'rilaymiz. Yaxshi. Endi yoniga e'tibor beramiz. Boya aytib o'tgandim, mana bu yon choki o'zini o'rnida turishi kerak. Masalan, manekenimizda mana yoni bor. Bizani ham chokimiz mana bu joyda bo'lish kerak. Demak, buni ham to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Qanday to'g'rilaymiz? Mana bulavkamizni qo'yib olamiz. Ya'ni yangi yon chokini paydo qilamiz mana. Bulavkamizni qo'yib belgilab olamiz. U tomonda ham albatta bir xil bo'lish kerak, chunki detallarimiz bir xil. Mana. Qo'yib tekshirib olamiz. Endi esa pastga tushamiz. Endi pasimiz bilan ishlaymiz. Biz mana bu slipimizni asos andozasini qurdik, modellashtirdik, primerka jarayonlariga mana yetib keldik. Endi ko'ramiz. Men asos andoza qurayotgan vaqtimda aytgandim, har bir trusini o'zini andozasi bor, ya'ni o'ziga yarasha ketma-ketligi bor, o'lchamlari bor degandim. Men o'rtachasini olgandim, ya'ni uzuni ham emas, kaltasi ham emas, ochig'i ham emas, juda ham yopig'ini emas, o'rtachasini olgandim. Endi sizlar bilan ko'ramiz. Primerka nimasi bilan yaxshi? Biz primerkada bemalol to'g'rilashimiz mumkin bo'ladigan joylarimiz bor. Mana hozir birinchi qaraydigan narsamiz, biz yuqorida gipyur bor, pastda однотонный. Ozgina yoniga gipyur qo'yganmiz. Birinchidan ko'rinishi qanaqa? Balki biz pastki slipimizni ham hammasini gipyurdan qilarmiz. Balki gipyurga setka bilan ishlov berarmiz. Bo'lishi mumkin. Qaraymiz. Birinchi navbatda mana shunga e'tibor beramiz. Hozir meni ko'zimga birinchi tushgan narsa, menga mana bu joy juda ham ko'p, lekin gipyurim kamdek tuyuldi. Demak, gipyurimni ozgina qo'shsam bo'ladi. Hozir uni ham qo'shib ko'ramiz. Endi ikkinchi
konstruksivni yoki bo'lmasa modellashtirilgan xatolik deydigan bo'lsak, yoki buni xatolik ham deb bo'lmaydi, chunki qomatlar har xil. Mana bu joy hozir bizda juda ham yig'ilib turibdi. Hammada har xil bo'lishi mumkin, chunki qomatlarimiz individual. Kichkina bo'lib qolgandan ko'ra, ozgina katta bo'lib qolsa, biz buni bemalol korreksirovka qilishimiz mumkin bo'ladi. Hozir menda mana bu joyi yig'ilib turibdi. Bu yig'ilishi kerak emas. Bu o'zini o'rnida, qolipida turishi kerak bo'ladi. Hozir kelinglar, mana shu ortiqcha narsani men chizib ko'rsataman. Mana. Xo'sh, mana bu joyda menda chokim turibdi. Mana bu chok bo'ladi. Mana bu chokni o'rniga ahamiyat beramiz. Mijoz bo'ladigan bo'lsa so'raymiz. Bu chok xalaqit bermayaptimi yoki yo'qmi? Menda bu maneken. Aytib o'taman, buni ovozi ham yo'q, hech narsani his qilmaydi. Lekin buni biz bilishimiz kerak, so'rashimiz kerak mijozdan. Men ham hozir bir qarashda qaraydigan bo'lsam, menda o'zini joyida, normalni oldi, yaxshi. Bunga tegmayman. Faqat menga yoqmayotgan joyi mana bu joyini yig'ilib turishi. Demak, ortiqcha qiymatni olishim kerak bo'ladi. Menda o'zi hozir mana manekenimda o'zi iz turibdi. Mana shu izdan hozir mana o'chadigan ruchka bilan men chizaman. Men sovunni oldim, chunki chizmay qoldi. Mana sovunda men chizaman. Sizlarga qanaqa ko'rinadi? Sovunni yurg'izganimdan bilishinglar mumkin. Mana yurg'izib, trusini to'g'irlashda eng zo'r narsa manekenda mana bemalol to'g'irlashingiz mumkin bo'ladi. Mana ikkinchi tomonni ham xuddi shunaqa. O'zi ikkalasi bir xil bo'ladi. Mana ortiqchasini chizib olamiz. Bu oldida. Endi orqasini o'giramiz. Manekenimizni orqasini o'girar ekanmiz, albatta yon chokiga birdaniga men qarab ketaman. Meni yon chokim joyida turibdi. O'zini o'rnida. Menga normalni. Yuraman, endi orqasini o'giraman. Orqasini o'giraman. Mana ko'rishingiz mumkin. Orqada ham yopiq. Mana orqada ham qaraydigan bo'lsanglar, mana bu joylari yig'ilib turibdi. Demak, orqada ham men o'yishim kerak bo'ladi. Mana orqani o'yilishi aynan mana bu joyi yig'ilishi kerak emas. Mana lekin mana bu yopiqlik, bu individual yondashuv. Kimdir yopiq turishini xohlaydi, kimdir mana buni o'zini o'rnida turishini xohlaydi, balki yana ham tepaga ko'tarishi mumkin. Kimga qanaqa? Eng asosiysi bizda mana bu masofani to'g'ri olishimiz kerak. Ya'ni kichkina bo'lib ketish ham kerak emas yoki agar mana shunaqa, agar biz slip qiladigan bo'lsak, ya'ni mana shu ko'rinishda mana bu joylari yopiqroq bo'lishini xohlasak, demak, o'zini o'rnida bo'lish kerak bo'ladi. Mana bunaqa yig'ilib turish bizga yaramaydi, chunki bu diskomfortni beradi, ya'ni neudobno bo'ladi. Mana chizamiz, kerakli. Mana olamiz, birdaniga men ozgina tepaga ham mana o'yib yuboraman. Demak, o'yaman. Endi orqani o'girganimda qarayman, qanaqa gipyurim joyidami, bo'ladimi, yetadimi? Balki men umuman gipyurimni boshqacha joylashtirishim ham mumkin. Balki mana bu orqaga gipyurni ko'p qilib, buni o'rniga men однотонный material ishlatishim ham mumkin. Kimga qanaqa qizlar? Endi men tegmayman, orqani mana shunday qoldiraman. Faqat kerakli joylarini olib tashlayman mana. Va mana bu pasadkaga e'tibor beramiz. Pasadkasi qanaqa? O'zi ko'pincha biz truslarni mana shu pasadkada kiyishga o'rganganmiz. Belda emas, boksani yuqori qismida. Biz shunga o'rganganmiz. Ko'pincha kiyadigan bo'lsak, mana shunaqa kiyamiz. Agar iloji bo'lsa, siz mana shu dars davomida o'zingizni ichki belyolaringizni, o'zingizni ichki belyolaringizni kiyib, bitta analiz qilishingizni sizga maslahat beraman. Qani pasadkasi qanaqa turibdi? Qaysi choki qayerda, orqalari qanaqa, oldilari o'yilganmi yoki ortiqcha qiymatlari bormi, gipyurlari qanaqa joylashgan, iloji bo'lsa tikish texnologiyalariga bitta e'tibor qilishingizni sizlarga tavsiya beraman. Chunki biz o'zimiz tikyapmiz, demak bu narsa haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olsak, bu kam bo'lmaydi. Ko'ramiz. Demak, mana bu gipyurga e'tibor beramiz. Xohlasak gipyurini bu yerda ham o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana kimga qanaqa? Mana kerakli konstruktiv chiziqlarimizni o'tkazib olganimizdan so'ng, endi biz ozgina modellashtirilgan chiziqlarimizga ham e'tibor beramiz. Modellashtirilgan chiziqlar nima deydigan bo'lsanglar, hozir aytib o'tdim. Mana bu gipyurni o'rni
birinchisi. Ikkinchisi esa mana bu uzunlik. Menga mana shu uzunlik juda ham ko'pdek tuyulyapti, lekin hozir yonidan qarab turadigan bo'lsam, mana bu uzunlik bilan mana bu uzunlik ikkalasi bir xil. Qarab turibman normal, lekin menga qolsa ozgina mana bu oldini o'ygan paytimda ozgina mana bu joyni ham 1,5-2 santimetrga ko'targan bo'lardim. Mana. Menga qolsa ko'taraman, chunki juda ham katta. Mana. Shu bilan birgalikda mana orqasini ham o'yib olaman. Mana shu holatda bajarib olaman. Mana biz primerka jarayonlarini o'tkazib oldik. Qaradik, ko'rdik, analiz qildik, tekshirdik, o'zgartiradigan joylariga mel bilan o'zgartirish kiritdik va dizayn haqida ham ozgina qisqacha gaplashdik. Ya'ni o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan joylar haqida gaplashdik. Marhamat, siz ham o'zingizni, klientingizni ichki kiyimini kiydiring, analiz qiling, o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, birinchi primerkani o'zidayoq o'zgartiring. Primerkani o'tkazdik, endi primerkadagi o'zgartirishlarni albatta andozada korrektirovka qilib, ana undan keyin tikishga o'tishimiz kerak bo'ladi.